Futbol maktabini bitirayotganlar haqida gaplashamiz. O'tgan yili Toni Kroos, Rafael Varan va Andres Iniestaning nafaqaga chiqqaniga guvohi bo'lgandik. Bu yil ham futbol maktabini a'lo baholarga tamomlashi mumkin bo'lganlar ko'p. Braziliyalik chap qanot himoyachisi Marcelo 36 yoshida professional futboldagi faoliyatini yakunladi. Real Madriddagi yorqin 16 yillik faoliyati davomida u 25 ta sovrin yutdi. Yana bir Madrid afsonasi 39 yoshli Luka Modricning Real Madrid bilan shartnomasi mavsum oxirida tugaydi. Futbolni maktab deb olsak, Modric eng namunali o'quvchilardan biri edi. Inter Miami'da o'ynayotgan Luis Suarez ham maktabni tamomlash arafasida. 38 yoshli futbolchining shartnomasi 2025-yilda Amerika mavsumi so'ngida tugaydi. Shuningdek, bitiruvchilar orasida ispaniyalik Pedro hamda Giroud va Llorislarni ham ko'rib qolishimiz mumkin. Ronaldo va Messi esa hali ham o'zidan kichkinalar bilan o'qib yuribdi. Bu ikkisi sinfdan sinfga qolib, futbol maktabi imtihonlardan atayin o'tmasdan bitirgilari kelmayapti. Bu videoni maktabni eslatib turadigan sinfdoshlarga yuborib qo'ying.